Assalomu alaykum. Yo, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aka, shu siz to'y boshlab qo'ydim. Mahallangizda Nazokat degan qiz bor edi. Ha, men otasi otirmi? Shodmon aka. Ha, Shodmon aka qiz, bilaman. Shu qizni surishtirib yurdim. Yaxshi-yu. O'shanga siz shu bilasizmi, uni oilasi qanaqa? Nima, hozir oplaymiz. Yo'q aka, Xotinimga telefon qilib, xotinim yaxshi bo'lsa kerak. Alo. Men Shodmon. Yaxshimisan? Qizingiz suv ichibdi. Yo'q. Ha, surishtiryapti, mendan so'rayapti. Hozir taxtining qo'limda. Nima deydi? Qizingni maqtab oringmi yoki shartta emasmi? Endi qo'shilsam baxtlisan-da. Ha, bo'ldi, endi bakalla to'y qizni maqtab olgandan keyin boshiga sartaqa beraman deydi. Men unaqa janu 5 qo'lni og'ziga tiqadigan unaqa past odamlardan emasman. Raskin tashavvuraman, bir 400 ming, 500 ming tashavurasan, qizingni ko'plik chiqarib qo'yaman, bo'ladimi? Ha, mayli. Shunday bo'lsin. Bo'ldi, hozir joyiga keltirib qo'yaman hozir. nimadan ekan? Xotin ham yaxshi tanimas ekan. Ha, yo'q. Ha, shuning uchun men telefon nomerimni yozib oling, yo'q o'zingiz nomeringizni bersangiz, men o'zim sizga telefon qilib, qanaqa qizligini aniqlab bilib beraman, bo'ladimi? Alo. Alo? Ismingiz nima edi? Qamoldasizmi? Ha, mahalliy ergash, hali mahallamizda Nazokat degan qizni kelin qilaman deyotganingizni surishtirib beraman dedim. Ha, ergash, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men xullas surishtirdim. Ha? Bular o'zi siz surishtirmoqchi bo'lishdi. Va yangi bo'lajak xudo qanaqa ekan, biz surishtiramiz deb men taniyman deb sizcha shunaqa maqtab ko'klarga chiqarib qo'ydim. Ha, yo'q. Rahmat, rahmat. Ha, endi o'zi aytadi-ku, bir maktab shu ikkita yoshni birlashtirsa, bir boshiga sarpo deydi. Men unaqa 5 qo'lni og'ziga tiqadigan unaqa past odamlardan emasman-da. Ha. Shuning uchun plastikimni tashiyman, bir 500 mingmi, 1 millionmi tashaverasizmi? Hozir. Mayli. Hop. Shodmon, yaxshimisan? Ha, ergash qalaysan? Qizingni maqtab turibman. Ha, rahmat. Ha, ovozimni ko'pirtib shunaqa maqtadim. Bunaqa o'zingni ham olib ketib ular. Yesa ko'klarga chiqarib oldim. Rahmat, qo'shni yaxshi ham bor ekansan. Plastikimni tashaveraman, mayli. Bir kishi tashab olgin. Juvonga tegdi, bir tilam tashlayman, yo'q qalay. Bu o'zi izladingga nima deydi? Sen hozir ko'rsatib qo'yaman-ku. Qudingga telefon qilib sharmandan chiqaring. Alo. Kamolboy aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ergash aka. O'zi yaxshimisiz? Ha, rahmat. Men qarang, aniqladim-da, shu ko'p narsa aniqladim. Shu bir hafta 10 kundan beri qizi umuman ko'chaga chiqmayapti. Shu kasalvon bo'lsa kerak-da. Kasal bo'lsa kerak, bekorga chiqmaydi-ku. Na ko'chani sipirgan chiqyapti, na suv sepgan chiqyapti. Umuman ko'rinmay qoldi. Menimcha kasalvon qiz. Iloji bo'lsa olmagangiz yaxshi-ku. Ergash aka, bir hafta ko'rinmagan sababi men to'y qildim. Shu Shodmon aka qizini men kelin qilib oldim, aka. Qancha bo'ldi? 15 kun bo'ldi, aka. Voy, iflos Shodmon ey. To'yga yetibdi. Qo'yib qo'ydimmi?